FIFAning sobiq prezidenti Yozef Blatter AQSh prezidenti Donald Trump siyosati sabab 2026-yilgi jahon chempionatini muxlislar tomonidan boykot qilish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Blatter AQShda o'tkaziladigan jahon chempionatini boykot qilishga chaqirib, buni Trump ma'muriyatining mamlakat ichida hamda xalqaro maydondagi siyosati bilan izohladi. U o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi postida Shveysariyaning Der Bund gazetasi bilan o'tgan haftadagi intervyusida jurnalist Mark Pitt tomonidan aytilgan fikrlarni qo'llab-quvvatladi. Agar muhokama qilingan barcha jihatlarni inobatga olsak, muxlislarga beriladigan yagona maslahat AQShga bormang, televizor orqali tomosha qiling, ancha qulay. Agar borsangiz ham rasmiylarga yoqmasangiz darhol keyingi reys bilan ortga qaytarilishingiz mumkin, degan edi Pitt intervyuda. Shu tariqa FIFAning sobiq rahbari AQShda o'tkaziladigan jahon chempionatini boykot qilishga chaqiruvchilar safiga qo'shildi. Ma'lumot uchun Yozef Blatter 1998-2015-yillar davomida FIFA prezidenti bo'lgan va korrupsiyaga oid tergovlar fonida iste'foga chiqqan. 2026-yilgi jahon chempionati AQSh, Kanada va Meksika hamkorligida 11-iyundan 19-iyulgacha o'tkazilishi rejalashtirilgan. Xalqaro futbol jamoatchiligining AQShga nisbatan xavotirlari Trumpning Grenlandiya bo'yicha pozitsiyasi, sayohat taqiqlari, shuningdek migrantlar va immigratsiya siyosatiga qarshi namoyishchilarga nisbatan qo'llanilgan keskin choralar bilan bog'liq. Ayniqsa Minneapolis shahridagi voqealar tanqidga sabab bo'lgan. Shuningdek, Germaniya futbol federatsiyasi vitse-prezidentlaridan biri Oke Gyotlich Hamburger Morgenpost gazetasida bergan intervyusida jahon chempionatini boykot qilish masalasini jiddiy ko'rib chiqish vaqti kelganini aytdi. 2 hafta avval Trump ma'muriyati Senegal va Cote d'Ivoiredan kelishi kerak bo'lgan muxlislarning safar rejalarini izdan chiqardi. Yangi cheklovlarga ko'ra ushbu davlatlar fuqarolari avvaldan vizasi bo'lmasa, jamoalarni qo'llab-quvvatlash uchun AQShga kiritilmaydi. Shuningdek, jahon chempionatiga yo'llanma olgan Eron va Gaiti davlatlaridan kelgan muxlislar ham AQShga kiritilmaydi. Bu davlatlar Trump ma'muriyati joriy etgan dastlabki sayohat taqiqlari ro'yxatiga kiritilgan.